Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan kommunikatsiya siyosati mavzusi haqida gaplashamiz. Buni rejalarga ajratib oldim. Talabni shakllantirish va sotishni rag'batlantirishning mohiyati, xaridorlarga va sotuvchilarga ta'sir etish uslublari, kommunikatsiya siyosatining mohiyati, mazmuni va maqsadlari, marketing kommunikatsiyasi kompleksi va unda reklamaning o'rni. Tovar sotilishi uchun xaridor to'lov qobiliyatiga ega, tovar esa zarur bo'lishi kerak. Shuning uchun talab to'lov qobiliyatli ehtiyoj ham deb ataladi. Tovarni sotib olishda insonlar ma'lum ehtiyojlarini qondirishni nazarda tutadi. Shu sababli tovarning sifat ko'rsatkichlari to'g'risida axborot zarur. Bozorga kirish firma uchun mas'uliyatli davr. Uning tovarlari haqida hali ham ma'lumot berilmagan. Bo'lajak iste'molchi quyidagi axborotlarni olishi shart. Tovarning borligi va sotish joyi, qaysi ehtiyojlarni qondirishga qaratilganligi, iste'mol qiymatining asosiy ko'rsatkichlari, xaridorni ko'niktirmay qolgan holda ularni himoya qilish kafolatlari. Axborotga ega bo'lmagan xaridorlarga murojaat qilish ularning talabini uyg'otadi va tovarni sotib olishga undaydilar. Talabni shakllantirish va sotishni rag'batlantirishda to'g'ri marketingning ahamiyati kattadir. To'g'ri marketing bu marketingning dialogik tizimidir. Ya'ni sotuvchi xaridor bilan suhbatlashib, oxiri xaridorni buyurtma borligiga ishontiradi. To'g'ri marketingning afzallik tomoni shundaki, siz o'z xizmatingiz natijasini o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin. Sotishni rag'batlantirishda tovar to'g'risida ma'lum darajada axborotga ega bo'lmagan iste'molchilar murojaat qilinadi. Shuning uchun rag'batlantirish siyosatining vazifasi ularda firma tovarlarini keyingi vaqtda sotib olishga ishtiyoq tug'dirish hamda doimo aloqa bo'lishga chaqirishdan iborat. Kommunikatsiya siyosatining mohiyati, mazmuni va maqsadlari haqida gaplashamiz. Marketingda kommunikatsiya deb biz bir xil auditoriyalar adresiga, shu jumladan xaridorlar, sotuvchilar, ta'minotchilar, aksionerlar, boshqaruv organlariga firmadan yuboriladigan signallar majmuini tushunamiz. Kommunikatsiya siyosati, promotion mix, bu tovarni bozorga siljitish usullari yig'indisidir. Kommunikatsiyaning asosiy vositalari bo'lib, jamoa bilan aloqa, reklama, sotishni rag'batlantirish, maxsus ko'rgazmalar, shaxsiy sotuvlar hisoblanadi. Reklama bu bir tomonlama ommaviy kommunikatsiyaning to'lovli turi bo'lib, u aniq bir homiydan chiqib firma faoliyatini bevosita yoki bilvosita qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Shaxsiy sotuv bu o'lchalik kommunikatsiya ikki tomonlama bo'lib, dialog maqsadli mijozda to'xtovsiz tarzda harakatga keltirishga undash. Bir vaqtning o'zida firma uchun axborot manbai hamdir. Savdoni avj oldirish, shaxsiy reklama va shaxsiy savdoni to'ldiruvchi hamda tovarni sotishni tezlashtirish va ma'lum kengaytirishga qaratilgan vaqtincha chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi. Jamoatchilik bilan aloqa, aniq maqsadga qaratilgan xarajatlar, yarmida tashkilot va uning turli auditoriyalari orasida o'zaro bir-birini tushunish va ishonchli ruhiy holat yaratishga xizmat qiladi. Bu yerdagi kommunikatsiyaning maqsadi faqat sotishgina emas, balki firma faoliyatini qo'llab-quvvatlash hamdir. Bu an'anaviy muloqot vositalaridan tashqari quyidagi bevosita kommunikatsiya turlariga ham bo'linadi. Salonlar, yarmarkalar, ko'rgazmalar, pochta orqali tarqatish, telemarketing, kataloglar orqali savdo ham mavjud. Marketing kommunikatsiyasi kompleksi va unda reklamaning o'rni. Marketingning kommunikatori quyidagi masalalarni hal etishi lozim. Maqsadli auditoriyani aniqlash. Maqsadli auditoriyani aniqlab, bu
torining eng asosiy vazifasi hisoblanadi. Siz kim uchun tovar ishlab chiqargan bo'lsangiz, o'sha sizning maqsadli auditoriyangiz hisoblanadi. Masalan, aholining ma'lum bir qatlami ayollar, yoshlar, biznesmenlar va boshqalar ham kiradi. Sotishni rag'batlantirish bu ma'lum bir muddatda sotish hajmini oshirish maqsadida turli rag'batlantirish vositalaridan foydalanish hisoblanadi. Rag'batlantirish vositalariga mukofotlar, chegirmalar, ketma-ket tovarni sotib olgani uchun sovg'alar, lotereyalar va o'yinlar o'tkazish, tovar bilan qo'shimcha narsalar qo'shib berish, bepul yetkazib berish va o'rnatish, ma'lum muddatda sotilgan tovarga bepul xizmat ko'rsatish va boshqalar kiradi. Marketingda kommunikatsiya deb biz har xil auditoriyalar adresiga, shu jumladan xaridorlar, sotuvchilar, ta'minotchilar, aksionerlar va boshqalar boshqaruv organlariga firmadan yuboriladigan signallar majmuini tushunamiz. Kommunikatsiya siyosati bu tovarni bozorga siljitish usullari yig'indisidir. Shuning bilan bugungi kommunikatsiya siyosati haqidagi ma'ruzam tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.